Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamik O'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Bugun katta yo'qotish ta'ziya. Hajda ellikboshlik qilayotgan o'zbekistonlik imom vafot etdi. Joriy yil haj mavsumida ziyoratchilarga ellikboshlik qilayotgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi Rakat Jomiy masjidi imom xatibi Robbimqul Muhammadiyev vafot etdi. Bu haqda masjidning Telegram kanali xabar beradi. Qayd etilishicha, imom Madinada betob bo'lib komaga tushib qolgan va bugun 26-may kuni tongda vafot etgan. Madinada bugun xastaligidan so'ng Robbim huzuriga omonatlarni topshirdilar. Ilmli, ilmga amal qilgan inson edilar. Yaqinlariga, shogirdlariga va oila a'zolariga sabr bersin. Hozircha imomning vafotini aniq sabablari ma'lum emas. Ma'lumot uchun Robbimqul Muhammadiyev 2019-yildan buyon Yakkasaroy tumanidagi Rakat Jomiy masjidi imom xatibi sifatida ishlab kelayotgan edi. U oldin Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Imom Termiziy masjidida ham imom xatib bo'lib ishlagan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytguvchidirmiz. Biz oila a'zolariga Jamik O'z kanali nomidan chuqur ta'ziya izhor etamiz. Sizlar bilan Jamik O'z kanali edi. Kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.